Salom. Sizlar bilan har doim Pastro. Sizlar bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda maza qilib Hartukda 100 kun yashashga harakat qilamiz. Albatta like bosib qo'yinglar. Kanalimizni ham keldik. Hozir 1 minut. Hop. Endi sizlar mumkin hozir qanday qildingiz deb birorta videomda aytaman. Tez kunda qanaqasiga bunday qilaykan tez kunda narxlaykan baland narsa. Har dokda ya'ni sizlar bilasizlarmi? Kim 1000 kun yashagan? Albatta menda artefakt janoblari. Qanday yashadilar bilmayman. Bu 100 kun degani shunday 100 kun degani necha kun? Bir hafta degan ekanda. Shunda har kuni 2 kun yashasa, har bir videoda 2 kun yashasak, buni montaji yo'q qilingan. Haligi eski kanalimni ko'rgan bo'lsanglar, montaj yo'q videoni qo'yardim. Bitta qismi bo'lgan. Mana shunda creeper kelib portlatib ketgan. Shu yerda. O'shaning uchun qayt chiqarmayapman. Aytishlar mumkin. Hazillashyapsizmi? Qanaqasiga? Hartukda yashamoqchiman. Hartuk emas deyishlar mumkin. Bu Minecraft'da afisani bergan. Hech qanaqa resource pack qo'shmagan. O'lib bo'lsam qaytib o'ynayman. Chunki bu men endi sizlar endi haligi videoma yalingan ancha bo'libdi. Gapim kelmayapti. Hop. Endi qayerga borsak-a? Temirlar topish uchun mana shu kavlasak yaxshi. Yo'q, menimcha yaxshi emas. Lekin men sinab ko'raylik. Hop, balki yaxshiroq narsa chiqib qolar. Taqdirlarda shu yerda yuzda qanaqa yasab qolaylik. Borlik kerak. Hop, bu videoni olishdan maqsad bu sizlarni qanday qilib yashay olishimni ko'rish, kuchimni ko'rsatish. Nishka ko'rik yo'q qolibdi. Davay ketdik. Qadishda davom etamiz. Dishimni oldim men. Ertagim qolib ketganini tutib qoldim. Men odatda shunaqa bloklarda orqasida temir bo'lardi. Oldingi versiyalarda pocket edition, hozir bu bedrock edition qo'ygan. Olmos topish просто mazza edi. Chunki biz turgan narsa chiqdi. Hayot. Lekin nechtaligini bilmaymiz. Xo'p. Omachi qonim Minecraft. O'lib ketish yo'q-da.
o'lib ketsa hammayoq kuyatdi bolalar. Tushunmaysizlar sizlar. O'ynaganlar bo'lsa kommentariyada yozib qo'yinglar qanaqa o'lishdi. Keyin og'ir deydi. Keyin menyuga o'tvoradi. Endi biza 10 ta temirimiz bor ekan, lekin bitta ham ko'mirimiz yo'q. Da toshli narsalarimizni yoqamiz. Hop. Endi hop. Boltani yoqamiz birinchi. Bittaga bo'lsa ham yetadi. Menimcha. Bittaga yetadi. Nima bular? Tezroq ko'mir topmasak menimcha ko'karmaymiz. Ko'karmaymiz. Anna 100%. Shunun tagida ko'mir bo'lsa mazza qorigan bo'lardi. Hop. Birinchi kun menimcha konda o'tadi, chunki hayronman qanday qilib o'ynash o'zi qiyin. Tashqariga chiqsak hozir zombilar bizga ketishi mumkin. Uxlagan shunaqa qilishi mumkin-da. Do'stlar, hali fake anaqa resource pack bor-ku. Emas meniki. Haqiqiy. Isbotlolmayman chunki hozir men o'ynayapman. Montajda sizlarga qo'yib yuboraman menimcha. Oxirida, videoni oxirida ko'rasizlar. Qanaqa qilib o'lishdi. Bu Minecraftda. Lekin bu yerda emas, boshqa yerda. Namuncha qiyin bo'lib ketdi. Voy, bu fikr sinaman deyapti. Mana hayot boshqa narsa chiqdi ya. Yana shunaqa. Qachon ko'mir chiqadik? Lazurit chiqdi. Lekin bizga birdek kerak yo'q narsalar chiqayapti bor-ku. Lekin temir chiqqani yaxshi bo'ldi-yu. Shu. Hech ham ko'mir chiqmadi bor-ku. Yana hozir tashqariga chiqsak, hozir kesibman. Juda ishlayman. Hozir tashqariga chiqsak. Короче. И kirkam. Sindiyu. Kirkam sindiyu. Üçte aldık. Halayı karşıladık. Geç Kur'an çıktı abi. Vay geç Kur'an çıktı. Zombiler. Belki şu an masını çıkart. Öyle anladı ya. Çok kosa var mı? Çıkalı bu arada payda bu komendiydi.
Ne gap bo'la? Voy, medruki qopmiz u. Davay, ko'mirchiq. Ko'mir chiqmayapti, jigarlar. Sizlar like bosmaysizlarmi? To'g'risini ayting. Obuna ham bosmaysizlar. Obuna ham bosmadinglarmi hali? Tezroq kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Bizga bu motivatsiya bo'ladi. Chunki shunaqa edi. Bizning maqsadimiz endi 50 ta bo'lish. Shu videodan keyin shu videoda 8 ta like bo'lsa, keyingi qismini chiqaraman. Ha, 15 ta bo'lishi kerak. Men sizlarga kutmasliginglar uchun. Qatyapti. Nimaga lazer chiqyapti? Tezroq ko'mir chiqmaydimi? Bizga kerakli narsalar chiqmaydi. Yana nima chiqdi bu? Nima bu endi? Yondirib turaylik. Yaxshi shu narsa. O'zi balkim bu narsani yaxshi bo'lar-a? Yana uchib qoldi-yu. Uchib bo'laveradi. Iplos narsa. Beristagim yo'q qore. Bilmadim to'g'ri. Yoritmagan narsani aytyapman. Yoritilgan narsani aytyapman degan. Yarimga ham yetmadi-yu. Voy ben. Taga borsa agar ajib bo'ldi. Shunda endi qilichimiz yaqin. Jami 4 ta bo'ladi. Bilmadim kerak. Nimaga yetadi, nimaga yetmaydi. Menimcha oyoq kiyim yasamaymiz chunki qani yetalab tushdimi ichida? Balki tushgandir. Ya, yetalab tushmabdi. Menimcha shu yerda tunab qolsak kerak. Hop. Endi nima qilamiz biz? Nima qilib turamiz biz? Anaqalarni yoqib turamizmi? To'rttamiz. Biz sezib bo'larkan xolos. Hop. Like bosib o'ynab qo'ying. Albatta bu videoda anaqa like bo'lishi kerak. Javobimiz 2 ta like bo'lsin. So'raz chiqaraman ikkinchi qismini. Hech bo'lmasa shuni ham qilolmasin ekan bilmadim endi. Ko'raylik. Bizga taxta kerak-ku. Biz yondiryapmiz.
Bo'ldi. Bizga yondirish kerak emas. Hop. Dedi 7 bo'ldi. Короче, hech qaysi blokda yoqolmaymiz ekan. Daraxtdan boshqa narsa yo'qmi? Mana bu yo'q. Mana buni yaxshi bola. Yaxshi bo'lar-ku. Nihoyat yoqadigan narsa chiqdi. Hamma temirda yaratdik mana. O'zlari mumkin. Stop. Hozir nima chiqdi? Darajamiz 2 bo'ldi. Demak, monstrlar jangi bo'lyapti. O'shaning uchun tepaga chiqmay, серьёзный bo'lib, chetdan tezlashtirib olaman. Hop. Shu joyini tezlashtirib. Hammamiz ketdik. Kunlar o'tdi. Jigarlar. Sizlar ikkinchi kun endi. Do'stlar, ikkinchi kunni shaxtada o'tkazdim. Sababim bo'ldi. Bizga yetarli darajada temir bor. Endi uy qurishimiz kerak. Tashqariga chiqib. Xudo xolasa bizni creeperlar portlatib yubormaydi. Hali video yo'q. Umid qilaman. Shunaqa to'xta ya. Bo'ldi menimcha. Hop. Anna. Ashlab turibdi. Batareyasi turib yeb qolyapti. Mishkana. Ko'rdilarmi do'stlar, tezligim. Nihoyat. Jicha qoldi endi. Do'stlar, aytdim. Men fikrlardi amaliyotda. Anjal. Kim bu? Anjalni biz kamintalik Anjalni bolalar deb qo'yamiz. Qani, ishqilib. Porlatib olmasin-da, istilari creeper turganmiz. Bu ikkinchi kun mayt yozib qo'ysam kerak. Axlab montaj qilsam kerak bu videoni. Eng katta montaj qilgan videom shu bo'ladi. Agar montaj qilgan bo'lsa, plyus qoldirdi. Qilmagan bo'lsa, minus qoldirdi. Bilmadim. Montaj qilmami?
birinchi o'rin. Hozir tashqariga chiq. Qo'y o'ldiramiz, qo'y. Chunki biza kravat yasashimiz kerak. Bunaqa hayotda yashab bo'lmaydi. Hop. Hech kim yo'q. Hoppa. Hech kim yo'q. Endi biza hop o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarga yasab olishimiz kerak. Bo'lmasa aytda g'or bor ekan, lekin tushkim kelmayapti. Bo'ldi. Pizza kerak. Ammo qishloqda bo'lsam maza qilardim. Shu bersa, yaxshilam bedrockdan ayniqsa qishloq topish muammo bo'lib ketdi. Ammo shuni orqasida agar qishloq bo'lsa, maza qilib olgan bo'lardim. Tog'da orqasi bo'lmagan. Yo'q, polni ketganmi? Nimani ko'rdim hozir? Gilos daraxtini ko'rdim. Negadir? Gilos daraxtlari qo'shilgan 1.20 yashadi. Ma'lumot sifatida aytib ketyapman. Mana katta qo'rqadi do'stlar. Biz jonimizni ketmaslikka harakat qilayotganmiz. Bizga jonimizni ketkizishyapti. Yerga chovurib bo'ladi. Jonimiz to'g'risida hop. Buni o'ldirib yuborishimiz kerak. To'xtalar. Ne kabak yok yaptı. Ana endi mononi o'ldirsak, endi bemalol uxlavoramiz. Endi uyqumiz karibchi. Uyda yashaymiz. Hop, endi bize hozir eng birinchi o'rinda biza bolta yasab olishimiz kerak. Chunki biza uy qurmoqchimiz. Uy qurish uchun bizaga bolta. Biza hozir endi temirdan yasaymiz. Biran qiziq qoladi. Endi biz majburmiz endi. Afsus. Temirimizni sotib qo'yapmiz. Tez kunda o'zi hozir kechqurun tushadi. Biza g'orda yashab qolishimiz kerak. Yana bor-ku.
lekin nima yozib har do'kda bildiribdi g'alat o'tarkan tez o'tganga o'xshaydi. Oldin kanalini bilsanglar uchib ketgan kanalini juda tez emas, bir kun yashagan mashina. Hozir esa ikkinchi kun ketyapti. Uy ham qurmagan va uy qurmagan. Endi biz yangilik qilishga xohladi. O'shancha uy quramiz. Katta xonali uy bo'ladi kamiki. Chunki bizda boshqa iloji yo'q. Chunki hamma narsa yetish kerak. Mana daraxt. Bizga aynak kerak. Aynakni qayerdan topsa u? Hop. Yigirma uchta bo'lib biz hamma harakatga olamiz. Endi keyingi maqsadimiz bizlarni aytganimdek ikkinchi qo'lim tushyapti. Voy ikkinchi qo'lim tushyapti. Tezroq bekit. Bekitishimiz kerak. Chunki hozir bilmadim, короче, qanday o'tganini bilmay qoldim. Endi kravat yasab uxlaymiz. Просто oson bo'lyapti, chunki men birinchi kundan o'lib ketdim edi. İkinci kundan o'lib ketmayapman. Ko'rishlar mumkin. Endi mana qiziqarli joyi bo'ldi. Endi bemalol kunni tez o'tkazib olishimiz mumkin. Jarga narsalar bo'lmasa. Mabodo uxlasa bo'lmaydimikin? Uxlasa bo'l. Degan savol borda. Qilib uxlasa iloji bo'lsin-da. Mana hayot uxladik mana. Uxlashim mumkin. Uxlab turdik. Lekin hozir xalqlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun sekin chiqaramiz. Jabon saqlachi bor, lekin Creeper foto to'g'risa video tugaydi. Lekin ko'p hardoq videolarni ko'ryapmiz. Shumin zisiyam yo'q. Endi biza haqiqiy uy qurishimiz kerak. Iloji boricha zombilar kirolmaydigan uy qurishimiz kerak. Nima bu yoqda buzyapti? Men do'stlar. İndirimin iltimos bunday yapma.
endi orqamda turmagan bo'lsa yo'lga chiqqanmiz. Xudo xohlasa 3 kun hozir 100-kunga bora olamiz lekin 1-kunni ham o'tkazib olib keyin tugataman videoni, chunki qiziqarliroq bo'lishini istadik. Uyimiz qanaqa bitadi? Hamma videoni o'zida bormaydi. Hamma ko'rmaydi. Videoda ko'rmaydi hamma. Nimagadir haqardek ulardi. Bilaysizlar. Shu joyning ketib oldim menimcha. Tezda borib qurmasam hozirlagan yana kech tushib qolishi mumkin. Aytgancha go'sht kerak bizga. Endi biza daraxtlarimizni yog'ochga aylantira olamiz. 44 ta bo'lib ketdi. Yetadi menimcha. Devorlarni qurdik. Bo'ldi. Chot kuyi bo'ladi. Albatta. Juda tez kunlarda qurishga harakat qilaman. Juda tez qurishga harakat qilaman. Hop. Montajning shu joyida bo'lib qoldi. Halashgan videom olinmabdi. O'shancha hammadan uzr. Uyda qurib oldim. Albatta. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr do'stlar. Tez kunda yangi qism chiqadi. Har do'q javob. Xayr.